Assalomu alaykum, hurmatli musofirda yurgan akalarim, ukalarim, O'zbekistonda yurgan aka-ukalarim. Mana men bugun O'zbekistondaman. Bugun mana ikkinchi Makka Madina degan joyda biz mana ziyoratga kelganmiz. Hammalaringizni mana shu yerda nasib ro'za aylagan bo'lsin ziyorat qilib kelishga. Bovadini Naqshbandi degan joy bor Buxoroda. Bemalol kelishlaringiz mumkin, ziyorat qilishlaringiz mumkin. Hammalaringizni mana shu yerda ziyoratga kelishingizda hammalaringizni nasibi ro'za aylagan bo'lsin. Ana endi hozir hammamiz ichkarida kiramiz, boshlaymiz. Ketdik. Hazrati Buvadni Bolog'ardonning asbob anjomlari. Mana shu narsaga ovqat yeganlar, mana shu narsalarga mana Bahouddin Bolog'ardon. Sizlarga endi bir muzeylarni ham ko'rsatay dedim. Mana kitoblari, Qur'on kitoblari. Dalchi boshqa joyga boramiz. Mana bu yerda buyumlari, mana o'zlari kiygan cho'ponlari. Shu Bahouddin Naqshbandini kiygan cho'ponlari, kiygan do'ppilari, belbog'lari, boshdagi do'ppilari, mana oyoq kiyimni qaranglar, oyoq kiyim qanaqa katta odam bo'lganlar bu kishi. Mana hammalaringizga nasib ro'za aylagan bo'lsin. Mana shu yerda kelish, boshqalarga yana kiraveramiz. Mana marhamat. Mana bu yerda ham mana anjomlari, mana Bahouddin Bolog'ardonning mana bu yerda nima deydi, muzeylari. Mana kiygan cho'ponlari qanday katta odam bo'lganlar. Alloh rahmat qilsin. Yana azdalishga boraveramiz. Bu yerda nima bor ekan? Ayyo, boshqa narsa ekan bu yerda. Mana bu yerda Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu yerda mana o'zlari ishlatgan narsalari, mana cho'ponlari yana bor ekan bu yerda. Mana astolari, do'ppilari, Bahouddinjonning mana bir chiroyli. Hammalaringizga mana shunday yanshiri kelinglar. Inshaalloh nasib ro'za aylagan bo'lsin sizlarga ham. Mana bu yerda nima ekan? Bismillahirrohmanirrohim. Boshqa narsa ekan bu yer. Mana yana bu yerda muzeylari bor. Mana katta Qur'on kitoblari bor. Mana katta Qur'on kitoblari bor. Yana chiqamiz, dalishga ketamiz. Mana bu yerda mana kitoblari, Qur'on kitoblari, rasmlari, hammalaringiz mana shu yerga kelish nasib ro'za aylagan bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Mana Bahouddin Naqshbandining o'zlari mana bu yerda narsa sotiladigan joy. Kim niyat qilib nima olsa, do'ppi oladimi, ro'mol oladimi, tasbih oladimi? Mana shunday. Mana ziyoratgoh joylari, mana minoralari. Mana bu yer masjidlari. Masjid o'qiladi bu. Namoz o'qiladi bu yerda. Mana bu yerda ham namoz o'qiladi. Vaqtlari qo'yilgan, namoz vaqtlari. Mana bu yerda ham niyat qilib duo fotiha qiladigan joylari bor. Bu yerda ham niyat qilib ziyorat qilinadi, duo fotiha qilinadi. Mayli akalarim, ukalarim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xohlasa, inshaalloh hammalaringizni mana shu yerga kelib ziyorat qilish hammalaringizga nasib ro'za aylagan bo'lsin. Salomatlikka ko'rishalik yana davom etaveramiz. Salomat bo'linglar.
Mana masjidlari, Bahovuddinjonning masjidlari. Katta ziyoratgoh joy. Qayerlardan kelishmaydi? Bu Toshkentdan ham kelishadi, hamma joydan kelishadi. Mana shu chet-chetlardan kelishadi, Rossiyadan kelishadi, xo'sh, Istanbuldan kelishadi. Hamma joydan beri ziyoratga kelishadi bu yerda, inshaalloh. Assalomu alaykum, hurmatli musofirda yurgan akalarim, ukalarim, yaxshimisizlar? Tinchmi, tanijonlarim, sog'mi? Mana bugun ziyoratgoh joy Hazrati Bovodiniy Naqshbandiy degan joy bor Buxoroda. Eshitgan bo'lsangizlar, bu ikkinchi Makka Madina deb tan olingan joy. Inshaalloh hammalaringizni mana shu yerda ziyoratgoh joyida kelib ziyorat qilish mana hammalaringizga nasibi ro'za aylagan bo'lsin. Marhamat, ketamiz. Bovodiniy Naqshbandiy Buxoro ziyoratgoh joyi ikkinchi Makka Madina deb tan olingan joy. Marhamat. Mana endi bu yerga birinchi onalari ham qo'yilgan, o'zlari ham qo'yilgan. Birinchi onalarni ziyorat qilinadi. Birinchi onalari ziyorat qilingandan keyin o'zlariga o'tiladi. Hozir bir boshdan hozir boramiz. Inshaalloh hammalaringizni mana shu yerga kelib ziyorat qilish hammalaringizga nasib ro'za aylagan bo'lsin. Bu yerda barcha niyat qilib kelgan odamni niyati amaliga oshadigan joy bu yer. Kimdir farzand niyatiga keladi, kimdir boshqa niyatda keladi. Yaxshi niyatlar qilib keladi bu yerda. Allohga shukr, ijobat bo'ladi. Bu katta ziyoratgoh joy. Hazrati Bovodiniy Balogardon degan joy. Mana shu yer. Hozir bir boshdan hozir hammasini obzor qilib borib beramiz hozir. Mana she'rlar, mana ziyoratgoh joy. Inshaalloh mana bu yer, mana o'zlari. Mana shu yer. Hozir onalariga boramiz. Birinchi onalarini ziyorat qilinadi. Boramiz hozir. Mana ziyoratgoh joylarimiz juda bir chiroyli joylardan. Nasib etsa inshaalloh ziyoratni qilib, Xudo xolasa niyatlarni qilib, nasib etsa shu oyda yana oxirroqga inshaalloh yana o'sha yoqqa qaytamiz. Moskvada. Hammalaringizni mana shu yerda kelib ziyorat qilib ketish hammalaringizga nasib ro'za aylagan bo'lsin. Hozir inshaalloh hozir yana dalcha hozir boraveramiz. Hozir ko'ramiz. Mana Bovodiniy Naqshbandiyning onalari mana bu yoqda. Hozir birinchi onalarini ziyorat qilamiz. Xo'p. Keyin o'zlariga o'tamiz. Bu yerga o'dim shuni birinchi onalari ziyorat qilingandan keyin o'zlariga o'tib ziyorat qilinadi. Dalsh ketaveramiz. Mana bu ziyoratgoh joylar. Chiroyli hammani mana shu yerda nasibi ro'za aylagan bo'lsin. Mana ikkinchi Makka Madina deb tan olingan joy bu yer. Hamma niyatlari ijobat bo'ladigan joy. Bemalol mana bu yerda mana minorasi, mana bu yerda mullalar o'tirib do'y fotiha qiladi bu yerda. Hozir yana dalchi bor. Mana bu yerda niyat qilib suvlaridan ichiladi. Mana bu yerda niyat qilib suvlaridan ichiladi. Mana hammalaringizni nasib ro'za aylagan bo'lsin. Mana shu yerda kelib ziyorat qilib suvlaridan ichish, Zamzam suvlaridan ichish hammalaringizga nasib ro'za aylagan bo'lsin inshaalloh.
Mana bu yerda hovuzlari, onalarning joylari berib, mana chiroyli bir ziyoratgoh joylar mana bu yerda. Bu yer hovuzlari kim niyat qilib g'oz keltirib tashlaydimi, o'rdak keltirib tashlaydimi, mana hovuzlariga niyatlari ijobat bo'ladi inshaalloh. Mana bu hovuzlari. Hozir dalcha o'zi aylanib borib beramiz, Xudo xohlasa. Bemalol. Mana hamma ziyoratda. Mana shu yerda inshaalloh hamma ziyorat qilib, Xudo xohlasa, niyatlari ijobat bo'lib, Xudo xohlasa boradi inshaalloh. Katta ziyoratgoh joy ber. Buxoroy Sharifda Bovaddin Naqshbandi degan joy mana shu yer bo'ladi. Mana ziyoratgoh joylarimiz, mana bu yerga o'tirib hozir duoyi fotiha qilinadigan joylar. Hozir bemalol hozir duoyi fotiha qilamiz. Nasib etsa inshaalloh. Duoyi fotiha qilamiz hozir. Duoyi fotiha qiladigan joyda. İnşallah hozir. Ana duo qilib bo'lindi, endi duo qilgandan keyin endi o'zlariga boriladi. Bovaddin Naqshbandiga boriladi inshaalloh. Mana. Endi Xudo xolasa o'zlariga boramiz. Ketdik. Mana chiroyli manzara. Niyat qilmay bu yerdan bozorchasi bor, mana narsa olinadi. Mana. Niyat qilib olinadigan joylar. Mana endi o'zlariga kiramiz ana. Bemalol magazinlar. Endi o'zlariga nasib etsa kiramiz endi inshaalloh. Hammalaringizni nasib etib aylasin sherlarni ziyoratga kelish. Evet, ichkarini obzor qilamiz. Mana. Ziyoratgoh joylarimiz bir chiroyli, go'zal. Go'zal. Mana. Odamlar dam olib, ziyoratini qilib, Xudo xohlasa mana bu yerda o'zlarining ham havuzlari bor. Bovaddin Naqshbandining o'zlarining havuzlari bor bu yerda, katta havuzlari. Mana bu yerda ham bir niyat qilib, kimdir o'rdak, kimdir g'oz, kimdir qo'ldan kelgancha narsa keltirib, mana shu havuzlariga niyat qilib qo'yaveradi. Mana. Xolacha, ayni o'rgaklar. Mana. Bir chiroyli joyimiz. Mana. Ana shu yerda niyat qilib qo'yaveriladi. Mana shu yerda niyat qilib qo'yaveriladi. O'rdak, g'oz, farqi yo'q. Nima bo'lsa ham mana uychaning orqasida ham bor. Mana shu ziyoratgoh joylar. Inshaalloh Bovaddin Naqshbandining o'zlari mana shu yerda.